Yana bitta narsa, abituriyent shunaqaki, o'quv markaziga keldi, 2 soat darsda o'tirdi, uyga borib dars qilish tushunchasi yo'q. Uyga borib 1 soat kitob o'qimaydi, kitobni ochib o'qishgan kelmaydi. Bu o'quv markaziga borib darsni qo'yib bo'ldi. Vaholanki bu o'quv markaziga kelib dars qilgani umuman ahamiyatsiz. Bu yerda yo'nalish oladi. Uyga borib dars qilish kerak. Uyga borib eng kamida 4 soat, 5 soat vaqtini shunga sarflash kerak. Koreya haqida bizda zo'r maqol bor. Shu maqolda shunaqa tushunganmanki, umuman tushuntirib berishgan. 4 soat uxlagan abituriyent o'qishga kira oladi. 5 soat uxlagan kira olmaydi. Ya'ni ularda qanaqa? Bu bilan nima demoqchi ular? 4 soat uyqu yetadi. Ya'ni abituriyentmisan, vaqtingni ko'proq o'qishga sarfla. Hozirgilar qanaqa? Facebook, Instagram, kompyuter o'yin yoki bo'lmasa anaqa bilmayman, nimadirlar. Chag'iluvchi narsa juda ham ko'p. Tayyorlanish nol. Shuning uchun ham O'zbekiston miqyosidagi oliygohlarga e'tibor bersangiz, ballar nisbati dabdala. Umuman o'tgan yil nisbatida 50% hattoki abituriyent eng kam ballda 30% to'pla olmagan. Bu qanaqa darajada sharamandalik holatligini misol ustozlar to'g'ri tushunishadi. Abituriyent tushunmaydi, ularga o'yin kulgu bu narsa yoki kulishadi. Yo'q. Tayyorlayotgan ustozlar buni juda yaxshi tushunadi. Qanaqasiga eng maksimal ball 189 balldan 56 ga olmasligi mumkin. Bu juda ham achinarli holat.